Assalomu alaykum. Zotdor kabutarning ishqibozlari. Andijon zot kabutarining ishqibozlari. Muhammad Bobur bugun sizlarga shu Andijon zot kabutarlarini sizilarini obzor qilyapman. Ichida bitta uddi bor. Bu mana uddi, ko'k uddi deydi buni. Ko'k uddi moda. Sizim ko'zi ko'r, yoshi katta. Lekin ko'r bo'lsa ham ishlatyapmiz. Inshaalloh yaxshi narsalarni. Ana undan niyat qilib ishlatyapman. Burul joningdan. Sabi oyna qilib mana. Jonivorga вообще pechat. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Любой ishlatadi buni. Ikkala ko'zi ko'r bo'lsa ham ishlatadi, ishlasa bo'ldi deb. Maşallah. Telegram gruppalarga tomoshaga tashlamay qo'ydim. Faqat Instagramga tashlab turibman. Har xil narsa bor, ko'z tegadi, boshqa degan narsa bu rostdan ham bor narsa, odam nazar o'tadi, boshqa narsa har xil. Allohu alam. Shuning uchun addushi havas qilganlar maşallah deb qo'yasizlar. Maşallah deganlarga inshaalloh bulardan ziyodalari nasib bo'lsin. Bulardan ziyodalari nasib bo'lsin inshaalloh. Muhammad Boburning katagidan sizilarini obzorlari. Qolganlari ham bor. Soch, qizil tush, gavrachi, hakka, har xil sizi hakka, nimalar bor deydi. Qoralar, chinnilar, novotlar, har xil. Ulardan keyin inshaalloh sekin-sekin obzor qilib qo'yaman xudo xolasa. Hozircha ishqibozlarga bir shingil tomoshaga.